E'lon qilmoqchiman. Bugungi makiyajimni rosa ko'pchilik so'radi. Kimga bordingiz, kimga qildirdingiz va shu chiroyli makiyaj qilibdilar. Shunaqa gaplar rosa ko'p keldi. Bugun bilasizlar, men Nigor opamnikiga bordim. Bugun ular bilan birinchi marta ishlashim edi. To'g'risi o'zim ham kutmadim bunaqa obraz qilib beradilar deb. Rahmat kattakon Nigor opa. Nigor opam o'zlarini sami себе vizajist kurslarini ochganlar. Bemalol borib o'qisanglar bo'ladi. Skidka narxlarda qilib qo'yibdilar. Bugun o'zim ham yozildim. Bemalol kelsanglar, hammamiz birga mazza qilib o'qiymiz qizlar. Даже mana bugun qilgan makiyajlarimni ko'rsanglar bo'ladi. O'sha kechasida haligacha qimirlamay turibdi makiyajlari va shu o'rgatar ekanlar. Baribir har bitta qiz o'zi uchun o'qib o'rgangani yaxshi, chunki bilasizlar, makiyajimiz zo'r, ideal chiqsa ertalabdan o'sha kechgacha bizning kayfiyatimiz ham o'sha makiyajga qarab zo'r bo'ladi-yu. Xullas ko'rsanglar bo'ladi meni makiyajimni. Men sizlarga unaqa o'zimdan nimadir yoqib, aldasham kerak emas menga. Chunki bir xil stilistlar bor, shunaqangi yuzingizni og'ir qilib makiyaj qiladi-da. Nigor opamlar umuman unaqa makiyaj qilmas ekanlar. Shunaqangi zo'r, yengil makiyaj qildilar. Odam o'zini tabiiyligini saqlab qolgan holda qilib berar ekanlar. Samsibi kurslardan bemalol 3 xil makiyaj o'rgansanglar bo'ladi. Kundalik, yana qanaqadir nude shunaqa вечерний makiyajlarni xuddi mana shunaqa вечерний makiyaj qilishni o'rganasizlar. Professional bo'lib chiqasizlar qizlar. Вообще bunaqa imkoniyat skidka narxda, unaqa narxga o'zi o'rgatmaydi hech kim. Lekin Nigor opam o'rgatotdilar. Tez yozib olinglar. Hammamiz mazza qilib o'qiymiz. Bu yog'iga o'sha bahor, yoz mazza qilib chiroyli bo'lib, yaqinlarimizni, o'zimizni, ko'zimizni quvnatib, chiroyli makiyajlar qilib, вообще asal krasotkalar bo'lib yuramiz. Hammanglar yozib olinglar. Agar sizlar ham qidirib yurgan bo'lsanglar, Nigor opam profillari aynan sizlar uchun eng hammaga xayrli kech qizlar. Qizlar bugun men sizlarga bitta zo'r yangilikni e'lon. Xullas ko'rsanglar bo'ladi meni makiyajimni. Men sizlarga unaqa o'zimdan nimadir yoqib, aldasham kerak emas menga. Chunki bir xil stilistlar bor, shunaqa